Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati Uychi tumani Uychida. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va bizning obunachilar. Inshaalloh navbatdagi obyektimizni qisqacha video obzor rolik qilib, bu yerda obyektimizda qilgan ishlarimizni tushuntirishga harakat qilamiz. Navbatdagi obyektimizda ko'rib turganingizdek kolonnalarni qo'yganmiz. Rim kolonna, gullik kolonna shunaqa deb nomlanar ekan. Bizga esa udobnisi Rim kolonnasi. Gullik kolonna ham mos tushadi. Bu yog'iga ham qilib berganmiz oldiga. Ko'rib turganingizdek oldiga silikon chiqib ketgan, oldida esa balkoni bor. Bu yerda fasadning zinapoyasi bo'ladi. Albatta biz bu yerda obyektimizda zinapoyalarni qilamiz. Bu yerdagini ham qilib berganmiz zinapoyasini, rem kolonnalarni qo'yib berganmiz. Inshaalloh bu yoqda esa ikkita, bu yerda esa to'rtta ko'rib turganingizdek. Buni uyga bitgan rasmi bor edi, shuni topa olmadik. Uy egasi yo'q edilar. Bu yerda qo'yib ketardik, bitgan holatini ham endi ilojini topa olmaganimiz uchun qo'ymadik rasmni bu yerga. Xo'p. Qani, glavniy rolni albatta Abduqahhor ustamiz. Shu bolani aytayapman. Bu yerda esa zinapoyamiz bir joyga tushgan, aylana vintovoy zinapoyamiz tushgan, taglari esa zerkalniy ko'rinishda. Zinapoyamiz razmerlarini tushuntirishga harakat qilamiz. Balandligi 15 sm dan tushgan, oyoq qo'yadigan esa 30 cm. Bunaqasiga esa 30 cm, balandligi esa mana shu balandligi esa 15 cm. Zinapoyamiz ena 120 cm bo'lgan. Tag qismi esa zerkalniy ko'rinishda bo'lgan. Birinchi stupenkamizni oldiga ozgina dumaloq qilib, yonini esa bu yoqqa burib o'rganmiz. Qani, bismillah. Bu yerda plashatkamiz bor. Plashatkimizda bu uy ichiga, ya'ni kottej xonadonning ichiga kirishga bu yoqqa. Uydan chiqib esa tepaga chiqib ketish. Bu yerda esa tagida katolniy bor. Katolning trubasi shu yerdan chiqib ketadi burchakdan. Ko'rib turganingizdek yo'llari avarni. Oyoq qo'yadigan esa katta tushgan. Mana oyog'im 40. 40dan keyin ham 8 cm, 10 cm joy qolyapti o'rtasida ham. Uchida esa shunaqa 3 tor bo'ladi, orqasi keng bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa ikkinchi etajga chiqib kelganimizda, o'ng qo'lda bu yerda bitta zal bor. Bu yerda bitta zal. Bu yog'i esa keyinchalik mana bu uy tomi ochiladi. Bu yerdan zinapoya qilinadi. Bu yerda esa hammom bo'ladi. Hammomga yoqdan kirib ketiladi. Bu yerda esa temirdan endi yoki betondan yoki temirdan keyinchalik qildirar ekan. Bunaqasiga kasoy qilib boshlansa, balandligi tushadi. Bu yerda kasoy joy bo'ladi o'ziga. Xona burchini singari, xuddi shunaqa joy bo'ladi. Zinapoya tushadi. Bu esa tepadan ko'rinishi. Tepa tomondan ko'rinishi bu. Monolitimizdan mana bu yerda bo'lgan hammomni monoliti. Xalaqit qilmaydi bu yerda. Bosh tegmaydi, bo'y tegmaydi. 2 bo'lgan. Bu yerda bitta stokka qo'yib yuborilgan. Tepadagi monolit uchun ko'tarib turish uchun, bu yog'ini esa devor o'zi ushlaydi. Bu zinapoyamizni ko'tarib turish uchun esa bu yerga bitta arka ishlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Arka bo'lsa, arka ushlab turadi buni. Inshaalloh o'zim turadi-yu, mana bu yuk borligi uchun buni qo'yganmiz. Tag qismini ko'rinishi zinapoyamizni zerkalniy bo'lib ko'rinib turadi. Shunaqa tagini lampoyaga o'xshab. Bu yerda esa shu avalni joyda
Ko'rib turganingizdek tagida esa katol bor. Bu yerda katolning xona bo'lar ekan. Shu burchini o'zini katolga joy qilib qo'yilgan ekan. Ko'pchilik savol telefon qiladi Apalovga. Yo bunaqa zinapoyalarda bizada Apalovga bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek har bitta yog'ochchi o'rtasidan gitara qilib bo'lamiz. Mana bunaqa fason chiqarish uchun. Bir tomoni keng, bir tomoni esa ingichka uchiga olamiz. Kesib shunaqa qolib yasaymiz joyida. Bizada bunaqa zinapoyalarga qolib bo'lmaydi. Faqat bizada emas, hech kimda bo'lmaydi bunaqa zinapoyalarga qolipi. Bo'ladi. Mana bu fasadni zinapoyalarni qolipi bo'ladi. Yondan qilib zasipkali qilib quyiladiganlarni qolipi bo'ladi. Ine keyin zinapoyani ustini, mana zinapoyani ustini silliq qilib quyiladi. Silliq. Yoni bu yoqlarda guli bor. Shularda qolipi bo'ladi, yon qolipi bo'ladi. Mana shu oldi pog'onasini qolipi bo'ladi. Ularda ham tagi qismi yoki yollari bo'lmaydi. Albatta qilayotgan ishlarimiz like arzisi. Like bosib, podpiska, obuna bo'lmaganlarni obuna bo'lishini so'rab qolamiz. Bu rim kolonnasini qo'yganmiz. Bu yerdan fasadning zinapoyasi bo'ladi. Mana shu yerdan boshlanadi. Bu yoqdan esa tushadigan shu burchakdan aylana fasadning zinapoyasi bo'ladi. Bu yerdan bitta tushadi, keyin oldidan bu yog'ini bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yog'ochlarimizni buzib olganmiz, Apalovkalarimizni. Hozir bu yog'ochlarimizni tozalashni boshladik. Sababi ichkarida plampayamiz ham bor. Ichkaridagini esa hozir video obzor qilib, uni ham tushuntirishga harakat qilamiz. Rim kolonnani boya aytganda biz qo'yganmiz bu yerda. Endi shu rim kolonnaning o'rtasidan bu yerdan zinapoya bo'ladi. Zinapoyada shu yerda ozgina plashatkasi zinapoya chiqadi. Bu yerda ikkita chekkada oynasi bor, o'rtasidagi esa eshik. Uy ichiga kirganimizdan so'ng chap qo'limizda bu yerda sanuzel bor. O'ng qo'limizda bu yoqda xonalarga kirib ketadigan, ya'ni zal, komnata, u yoqlarga kirib ketadigan joy bor. Bizda shu yerga zinapoya qilishimiz kerak. Ko'rib turgan joy tina bor. Mana shu yerga zinapoya qilishimiz kerak. Bizda hozir ikkita variant turibdi. Birinchi variant bu yerga rasmini qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi varianti shunday chiqadi. Bu yerda ikkita aylana bo'ladi. O'rtasida tekis bo'ladi, zinapoya bo'ladi. Bu yerdan ikkita aylana bo'ladi, to'g'ri chiqadi. Endi inshaalloh ikkinchi zinapoyamizni ham rasmini qo'ydim, ko'rishingiz mumkin. Mana shu zinapoya. Bu yerda esa shunday vintovoy aylana zinapoya bo'ladi polnosti. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz albatta. Bu yerga qaysi zinapoyani qilsak, litsenziyani qilsak ma'qul va to'g'ri variant bo'ladi. Albatta o'z fikringizni yozib qoldiring, bizga bu qiziq. Inshaalloh hozir uy egalariga ikkita zinapoyani ham rasmini tashlab berdik. Ular hozir ko'rib javobini aytaveradigan bo'ldilar. Biz ikkalasini ham ko'rinishini chizib qo'ydik bu yerga. Mana bunday esa dumaloq ko'rinishdagisi, nariyo chekkadagisi, to'rtburchak ko'rinishidagi varianti bo'ladi. Birinchi stupenkamiz shu yerdan eshikdan 15 sm, 20 sm qochgandan keyin boshlanadi. Bu yoqqa kelganda bu yerda dumaloq bo'ladi. Birinchi, ikkinchi stupenkamiz обязательно oldidagi, albatta. Keyin bu yerdan chiqib ketaveradi, shu yerdan chiqib. Inshaalloh tepaga qarab kirib ketaveramiz, u yoqqa qarab chiqib. Bu yoqqa yetib kelganda esa bo'sh tegmaydi. Joy baland bo'ladi, uni tepadan bo'ladi, eshik esa ichkariga ochiladi. Sanuzilli eshigi ichkariga ochiladi. Bu yerdagi obyektimiz ana birinchi etaj bilan ikkinchi etajdagi oralig'i esa to'sin o'rniga, plitani o'rniga mana bunaqa yig'ma monolit qilib yuborilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yig'ma monolit qilingan, ustidan esa steyajga qo'yib yuborilgan. Hamma xona shunaqa bo'lgan. Birinchi etaj bilan ikkinchi etaj oralig'i hammasi. Bu esa shogirdimiz. Ko'rishingiz mumkin. Yig'ma monolit ustiga 5 sm steyajga qo'yilgan. Buni o'zlarining shovlari, shellari bor ekan. Ya'ni beton sivyaskani yaxshiroq ishlashi uchun. Oldiga esa balkon qilingan u yog'iga. Tepa tomondan ko'rinishi, dumaloq ko'rinishi, to'rtburchak ko'rinishi.
Hop, kimnidir qanaqadir qiziqtirgan savoli, ya'ni Rim kanallar, Gulli kanallar bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizda bu xizmat ham bor, quyib beramiz. Hop, zinapoya bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Zinapoyalar bo'yicha albatta qo'ldan kelgancha yordam qilib berishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmasdan kanalimizda yangiliklarni kutib qolishingizni so'rab qolamiz. Podpiska, obunani bosib qo'ysanglar, inshaalloh videolardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasizlar.